Bu joy Toshkentda deb o'ylayapsizlarmi? Yo'q do'stlar, bu Luma Garden bo'lib, bunday atmosferali joy endi Farg'onada ham ochildi. Ha, adashmadingiz. Bu joy hammamiz yaxshi biladigan Lukmakoning pastki qavatida joylashgan. Ichkariga kirishingiz bilan esa atmosferasi vau, bomba. Bu yerda Yevropa taomlaridan tortib eng mazzali shirinliklargacha hammasi bor. Taomlarni esa aytmay qo'ya qolaylik. Hattoki mazali zavtraqgacha bor ekan. Oilaviy tashrif buyursangiz, bolajonlar uchun mana shunday o'yingohlar bor ekan. Hattoki ona bola xonasi ham bor ekan, qaranglar. Pamperslargacha qo'yib qo'yishibdi. Ammo tekin ekanda sumkaga solib ketishda yo'q. Yana bir yaxshi tomoni bu yerda tug'ilgan kun, korporativ, oilaviy bayram yoki istalgan tadbiringizni o'tkazishingiz mumkin ekan. Luma Garden 29-avgustdan o'z ish faoliyatini boshlaydi. Qisqasi, Farg'onada yangi atmosferali restoran o'z ish faoliyatini boshlaydi. Bu videoni albatta yaqinlaringizga yuborib qo'ying.